Hamma so'ragan Trendy bozorimizda obzorlarni bomba har doimgidek kuzatishda davom etinglar. Shular 7800. 800 so'm ekan pachka. Ko'proqsi nechi pul? Mingtaga. Ularni 7700 ber. 5,5 Kashmirlar mana 58,000 so'mdan ekan. 60 ming beryapman. 65 dan 60 qiladi. Kechga bozorga. Buchi? 60? Qalin narsa ekan. Ko'rnasi. Hammasi o'rtada razmeri. Hammasini oladi. Necha pulga berasiz? Nechta bo'ladi pachkada? 2 ming so'm. Bular 8 ming so'm pachkaga. Bularchi apa pachkaga? 10 ming so'm. Bular necha pul pachkaga? 24 qilib beraman. 25 ta beraman. Necha qalinmi? 9 qilib berar ekan bular. 12,5 ming ekan bular. O'ta o'ng qo'yarsan. 5 ming so'm ekan bular. Bular sotilmaydilar ekan. Materiali qalin. Sotilmaydilarmi aka bular? Nima bular? Qalin nachos 18 ming so'm ekan bular. Bular 13 ming so'm ekan pachkaga. Mana mablag'im 13 ekan. 13 ming so'm hammasi ekan bular 23 ming so'mdan ekan pachkaga. Qorasi 60 gacha, 27 ming so'm. 65 ming so'm ekan bular pachkaga. Hammasi 65 ming so'mdan ekan bular. Trendda sotilayotgan tovarlardan ekan. Mana akalar o'zlari ham qilib olishdi. Bunisi 16 ming qilib beraverasiz, buni? Bu 15 ming. bu uchta beradi meni. 68 qilib berar ekan. Bular 75 ming ekan. Nachos. Hali bunaqa narxda. Yo'q-da. 1 ming berish ekan, eng oxirgi berish. Mana nachos ashshi qalin. Bolachalarga. Ha bular 50 ming so'm, ha bular. 6 ming ekan. Tusiylar vel ekan. Bular chupini 32 ming beryapti ekan. 16 ming so'mdan bularni tushunding? Qalin. Ham shunaqa ekan. 32 ming ekan bular. Nachosli. Bu to'g'on kim tanidi? Qo'y birda qiyma deb sotadi to'g'on.